sovuq bo'ladi desa, yo abishli kiyim olavergancha. Issiqqa gapirmadim. Gaplashdim. Va samolyotdan tushmaydi, keyincha qatib qoladi. Novosibirskda mana shunaqa vokzaldamiz. Vokzalda o'tiribmiz. Do'stlar, 7 soat 48 daqiqa yurib biz Omsk viloyatiga yetib keldik. Omskda vokzali. Qaranglar, qanaqadir qadimiy, eski anaqadan qolgan. Omsk viloyatida mana shunaqa o'zbek oshxonasi ochilgan ekan. O'zbek oshxonasi. Bu tandir tayyorlanadigan joy va bu yerda somsa tayyorlanadi. Qayerdansiz? Manmi? Ha. Samarqand, Urgut. O'zbekistonda bevosita milliy taomlarni tayyorlaysizlarmi bu yerda? Nimani tayyorlaysizlar asosan? Misol uchun mana ko'ryapmiz, o'zbekda noni ham shu yerda bor. Mana katta povur. Qanaqa qabul qilishadi O'zbekistonda taomlarini? Assalomu alaykum. Farg'ona oshimi? Farg'ona oshi bunaqa bo'lmaydi-ku, yoki anavimi diyetetiki bu ana ekanda, chimyon oshi ekanda. Non tayyorlaysizmi siz? O'zbek Navoiy noni bu, ha? Ruslar sotib oladimi? Qanaqa qabul qilishadi? Bari o'zbek nomini boshqacha shirinda, to'g'rimi? Charchamang. Omad. Rahmat. Mana bu yerda fruktilar bor ekan. Fruktilarni ham mana shu yerda sotib olishingiz bo'lar ekan. Kazanbar, brat, tandir. Xullas O'zbekistondagi hamma ovqatlarni mana shu yerda sotib olishlaring mumkin ekan.